O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Parvozni boshqaruvchi element qani? Qani deb so'rayapman. O'chibdi. Barakalla, Pol. Tezroq sovuqni iching. Element qani? Xonangizdagi savatga solib qo'yganman. Ketdik. Tezroq. Ashka elementni qayerdaligini bilib oldi. U hammasini eshitdi. Undan oldinroq yetib borishimiz kerak. Kristin uyda qolgan. Nima? Mazasi yo'q edi. Nima gap? Lift buzildi shekilli. Biron chorasini toping. Doktor Reynolds gapiryapti. Bizga yordam kerak. Chiqing. Bu tomonga. Laboratoriyaga qarab yuring. Qafasga kiring. Chaqqonroq. Nima qilyapsan? Butun mehnatingni yo'q qilaman. Men hammadan kuchli bo'laman. Stolga chiqinglar. Yo'q, Riana, metallga tegma, o'lasan. Bizni bu yerda qoldirib ketma. Men afsungarman. Istaganimni qilaman. Alex, meni eshityapsanmi? Alex, bizga yordam ber. Polga nima bo'ldi ekan? Jimlik saqlansin. Alex, bizga yordam ber. Bizga yordam ber. Temir to'r radio to'lqinlarini o'tkazmaydi. Foydasi yo'q, Riana. U juda ham mustahkam. Dada, ana buni ichida nima bor? Suyuq azot tajriba uchun keltirilgan. Agar metallni muzlatib qo'ysakchi? U sinadi. Ha, meni o'g'lim Daho-ku. Nima haqida gaplashyapsizlar? Temir to'rni muzlatib, keyin sindiramiz va bu yerdan chiqib olamiz. Ammo uni qanday qilib suramiz? Pol, oyog'ingdagini ber. Yo'ldan qoch. Bir daqiqa, xonim.
Qani, uzat. Ko'zinglarni yuminglar. Nari turinglar. Ehtiyot bo'linglar. To'rda hali to'q bor. Kristinga qo'ng'iroq qil, tez uydan ketsin. Go'shakni olmayapti. Alex gapirdi. Alex, meni eshityapsanmi? Hozir yordaming kerak. Eshityapman, qayerdasan? Alex imtihon ketyapti. Ashqi laboratoriyani vayron qildi. Sovut uchun unga element kerak. Element dadamni xonasidagi savatda. Tezroq uni u yerdan olib ket. Kristinani ham uydan olib ket. Alex, Kechirasiz, Polni ovozini eshitdingiz-ku. Zarur ishi bor ekan. Katrina, ertaga tushuntirib beraman. Biz yo'lga chiqdik. Alex, to'xta, sen olganmiding hali? Qaytinglar, Katrina. Kechirasiz, janob. Katrina. Oyi, qayerdan kelib qoldingiz? Maktabdan qo'ng'iroq qilishdi, mashinaga o'tir. Ammo qaytarishni yomon ko'raman, o'tir. Oyi, ilojim yo'q. Eshikni qulflab olibdi. Kristin! Kristin! Nari tur. Qoch. Otasining xonasi qayerda? Yuqorida. Sen o'sha elementni qidir. Men Kristinni topaman. Kristin! Kristin! Bu menman. Qanday qilib kirdingiz? Nima bo'ldi? Qo'rqma, hech nima bo'lgani yo'q. Meni Pol jo'natdi. Hammasi joyida. Element menda. Kristina Alex bilan birga. Juda yaxshi. Tezroq uydan ketinglar. Hozir u yerga Ashqa boradi. Janob Scott Magufanni chaqirib bering. Biz Alex bilan. Katrina? Katrina! Ashqa o'sha yerda. Nima gap? Keyin tushuntirib beraman. Salom, Anna. Sen? Qochdik. Ularni shu yerda kut. Men bilan bahslashma. Janob Shoshib Reynolds. turibman.
O'chir ovozingni. Qo'rqma, Kristin. Elementni ber. U menda emas. Sendaligini bilaman, ber. Yo'q. Katrina, bera qol. Ol uni, Kristin. Janob, sizga hech nima qilmadimi? Men ichkariga kiraman. Tirikman. Dada, Ashka polni ortidan ketdi. Uni to'xtatish kerak. Alex! Topdim. Qoch. Katrina! Uni o'lsam ham Ashkaga bermayman. Uni sindiramiz. Tezroq tosh top. Riana. Katrina, esing joyidami? Kechirasiz, janob Reynolds. Ana u ayol afsungar, bolni quvlab yuribdi. Jonimga tegib ketdi hammasi. O'tir mashinaga. Polning hayoti xavf ostida. Ular qaqqarab ketishdi. Yugurdik. Kalit qani? Turmanglar. Oyi, bizni olib borib qo'ying. Undan qoch oldikmi? Menimcha ha. Ana u yoqqa ketgan bo'lishlari mumkin. Meni shu yerda kutinglar. Hech hamda. Katrina, Men ham ketdim. Riana. Uni yo'q qilaman. Shoshmang. Uni menga bersang, oilangga shafqat qilaman. Aldayapsiz. Rahmat, Riana. Qaytishingizga yo'l qo'ymayman. To'xtatib ko'r-chi. Hech qachon yaqinlaringni ko'rmaysan. Qani boshlang.
Rahmat. Biz g'alaba qildik. Pol! Ahvoling yaxshimi? Ha, Nima gap? Ashka qani? Nima? Senga ishonmaganim uchun kechir, Katrina. O'zing ham g'alati gaplar gapirding-da. Hech qisi yo'q, o'zim ham zo'rg'a ishondim. Alexdan uzr so'rashim kerak. Simlarga ziyon yetmabdi. Agar toshlari butun bo'lsa, yangi sovut yasab beraman. afsus, dada. Brian, qo'yib yubor meni. Olamimga qaytib, senga juda ko'p tosh olib kelaman va biz yana sovut yasaymiz. Badavlat va mashhur bo'lib ketasan. Siz hukmdor bo'lasizmi? Hech qachon. Biz bilan nima ishing bor? Zo'ravonlarni yoqtirmaymiz. Endi uni nima qilamiz? Ashka o'zini olamiga qaytadi. Xo'sh, sehrgarni yengamizmi? Ashka. Qo'limni yech, Grivan. Surpriz. Kutmaganmiding? Xush kelibsan, Ashka. Ikkovingizni ham hukmdorlar kutishyapti. Qo'lga tushmaymiz deb so'z berganding. Meni surgun qilishing mumkin. Yovvoyilar baribir sehrgarlarni yengishadi. Nahotki ular bilan birga bo'lib, qayerga joylashishlari haqida suhbatlashganimda ular juda baxtli edi. Sensiz hamma tinch yashayotgandi. Yo'q, unday demagan bo'lardim. Ikkovingiz menga rosa tashvish orttirgan bo'lsangiz ham. Ko'ryon. Jimdir Pol. Ariana, sen aytganni qilmading, menga qarshi chiqding. Men bilan bahslashib, mustaqil harakat qilding. Senga tegishli bo'lmagan savollarni berding. Bu fe'ling menga shogird bo'lishingga arziydi. Yo'q. Men unchalik aqlli emasman. Grivan sendan aqllimidi? Roziman. Bu men uchun sharaf, hukmdor. Endi saroyda yashaysan. Pol istagan paytingda bizni ko'rgan ekan. Hojati yo'q, Ko'ryon. Bizni olamdagilar bu yo'lni topib olishlari mumkin. Oqibati nima bo'lishi o'zingizga ma'lum. Uzr. Televideniyamiz bo'lardi. Keyin sayyohlar ham ular yurtingizni tomosha maydoniga aylantirib qo'yishadi. Qasr bo'ylab ekskursiya uchar kemalarda parvoz qilishadi, sehrgar Lendga aylanadi. Bu yerda yasholmay qolasizlar. Uni gapi to'g'ri. Ularning olami biznikini yutib yuboradi. Ular bizdan ancha aqlli. Bizning xalqimiz ham aqlli bo'ladi.
Sehrgarlar bilimlari bilan bo'lishadilar. Ahmoqsan, Ko'ryon. Sehrgarlar hukmronlikni yo'qotadi. Bizning olam o'zgarishi kerak. Ketadigan paytim bo'ldi. Dadam xavotir olishini istamayman. Rahmat, Pol. Bizga juda ko'p narsani o'rgatding. Shogird, so'zlagichni ol. Sen ikkoving ketimdan yurlaring. Yo'lakni yopib bekor qilding. Yana qancha yondosh olam bor ekan. Ashkani nima qilishadi? Buni Ko'ryon va boshqa hukmdorlar hal qilishadi. Qilmishiga yarasha jazosini olsin. Men simni tortib olaman. Boshimizga balo bo'lmasin. To'g'ri aytdi. Endi zerikib qolaman. O'sha sovutni kiyishni orzu qilgandim. Rosa uchkim kelyapti. Ularni ijaraga bersak bormi? Endi uni tiklab bo'lmaydi. Barcha fayllar o'chib ketgan. Qaranglar. Nega? Hozir ko'rasiz. Katrina, tanaffus paytida bu yerga kirish mumkin emas. Hatto mana bu uchun ham. Bu nima? Buni qayerdan olding? Ashka hammasini yo'q qilgandi-ku. Ko'chirib olishga ulgurgandim. Hamma narsa bormi? Albatta. Bilasizlarmi, nimani o'yladim?